ozod o'g'lim, hur o'g'lim, har oning huzur o'g'lim, shahdingdan kun yorishsin, yuzi yorug' nur o'g'lim, uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim, el bo'lsa yigit joni, sel kabi jo'shar qoni, vatan desa dunyoni ikki chetga sur o'g'lim. Hurmatli mehmonlar, aziz va qadrli ishtirokchilar, sizlarni maktabimizda o'tkazilayotgan xalqaro olimpiada bilan samimiy qutlaymiz. Bugun biz uchun nafaqat bilimlar bellashuvi, balki do'stlik va hamkorlik bayramidir. Здравствуйте, дорогие гости и дорогие учителя и участники. Мы рады приветствовать вас на Международной Олимпиаде, проходящей в нашей школе. Сегодня это не только соревнование знаний, но и праздник дружбы и сотрудничества. Hello dear guests, respected teachers and participants. We are delighted to welcome you to the International Olympics taking places at our school. Today is not a competition of knowledge, but also a celebration of friendship and cooperation. Endigi navbatni Toshkent viloyati, Piskent tumani, yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha hokim o'rinbosari Rashidov Bahodir Abdurasulovichga. Для открытия следующего этапа нашей Олимпиады приглашаем заместителя хакима по вопросам молодежной политики, социального развития и духовной правительственной работы Рашидова Баходира Абдурасуловича. Пожалуйста, вам слово.
To open the next stage of our Olympics, we invite Deputy for Youth Policy, Social Development, and Spiritual and Educational Affairs, Bahadur Abdurasilvich Rashidov. The floor is yours. Assalomu alaykum, hurmatli tadbir ishtirokchilari, hurmatli o'quvchilar, hurmatli mehmonlar. Ular bitta qozoq, qirg'iz millatidan tojikka hammanglarga xush kelibsizlar, ham ustozlari bor bilan. Hammanglarga xush kelibsizlar. Tadbirimiz mana Navro'z ulug' ayyom kunlariga to'g'ri kelgan ekan. Shu munosabat bilan bugun mana Said Qosim tomonidan, o'sha Nurli kelajak o'quv markazi tomonidan har xil sumalak sayllari, milliy xalq o'yinlari tashkil etilgan. Ushbu davramizni ochiq deb e'lon qilamiz. Hammaga ushbu imtihonlarda, o'sha bo'ladigan jarayonlarda omad tilayman har bir o'quvchiga. Hurmatli mehmonlar, Piskent tumaniga xush kelibsizlar. Davramiz ochiq. Rahmat. Ovqatlarning shohidir palov to'ra, edi dimog'imiz qitiqlar jo'ra. Bunday palovni yeb sira to'ymaysan, yana bormi oshpaz tog'adan so'ra. Ovqatlarning shohidir palov to'ra, edi dimog'imiz qitiqlar jo'ra. Bunday palovni yeb sira to'ymaysan, yana bormi oshpaz tog'adan so'ra. Guruchni qarang, turibdi o'ynab, osh tolasiday sabzini to'g'rab, bedanab qo'y go'shti qazi, oshni yegan yerani yayrab. Guruchni qarang, turibdi o'ynab, osh tolasiday sabzini to'g'rab, bedanab qo'y go'shti qazi, oshni yegan yerani yayrab. Osh, osh, osh palov, dillarga sirdosh palov, dasturxonning ko'rkidir taomlarga bosh palov. Osh, osh, osh palov, dillarga sirdosh palov, dasturxonning ko'rkidir taomlarga bosh palov. Osh, osh, osh palov. Darvozada qilib kelsa mehmon, Mavlo osh qilinar boricha imkon. Dunyoni qoldirgan oq mazasi, quvvati jonni rohati qadrdon. Darvozada qilib kelsa mehmon, Mavlo osh qilinar boricha imkon. Dunyoni qoldirgan oq mazasi, quvvati jonni rohati qadrdon. Guruchni qarang, turibdi o'ynab, osh tolasiday sabzini to'g'rab, bedanab qo'y go'shti qazi, oshni yegan yerani yayrab. Guruchni qarang, turibdi o'ynab, osh tolasiday sabzini to'g'rab, bedanab qo'y go'shti qazi, oshni yegan yerani yayrab. Osh, osh, osh palov, dillarga sirdosh palov, dasturxonning ko'rkidir taomlarga bosh palov. Osh, osh, osh palov, dillarga sirdosh palov, dasturxonning ko'rkidir taomlarga bosh palov. Osh, osh, osh palov. Osh yegandan keyin odamni o'ynagisi kelib ketdi-ku. Kelinglar, o'ynaymiz. Osh, osh, osh palov, dillarga sirdosh palov, dasturxonning ko'rkidir taomlarga bosh palov. Osh, osh, osh palov, dillarga sirdosh palov, dasturxonning ko'rkidir taomlarga bosh palov. Osh, osh, osh palov. Endigi navbatni Xalqaro ilmiy qo'mitaning O'zbekistondagi vakili dotsent
Sheraliyev Sadulla Suyunboyevichga. Слово предоставляется доценту, представителю Международного научного комитета в Узбекистане Шералиеву Садулле Союмбаевичу. The floor is given Associate Professor Sheraliyev Sadulla Suyunboyevich, representative of the International Scientific Committee in Uzbekistan. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, aziz o'quvchilar, mehribon ustozlar. Xush kelibsizlar. Mana bugungi olimpiadamiz xalqaro do'stona olimpiada bo'lib turib, biz o'zimizda O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistondan kelgan mehmonlar orasida, ya'ni o'quvchilar, siz tengqur o'quvchilar kursingiz bilan, sinfingiz bilan birgalikda birlashadigan, o'zingizni, bilimingizni sinab oladigan holat bo'ladi. Men sizga omad tilagan holatda faqat yana bir bor aytaman, faqat o'zingizga ishoning, o'zingizga ishoning. Siz o'zingizga ishonch bildira olsangizki, qolgan hammasiga erisha olasiz. Sizga omad tilayman. Bugungi olimpiadamizni ochiq deb e'lon qilish bilan birgalikda bugungi yutuqqa erishgan o'quvchilarimizni 4-bosqich xalqaro markaziy Osiyo ochiq olimpiadasiga yo'llanma beriladi. Shuning uchun e'tiborli bo'lib, diqqat bilan o'z bilimingizni ko'rsata olishingizga men ishonaman. Hammangizga omad tilayman. Rahmat. Hozir hurmatli mehmonlar, endi biz o'quvchilar bilishadi, hurmatli mehmonlar, o'quvchingizga e'tiborli bo'lasiz. Faqat familiyasi, sinfini o'qishadi. Shularni chiqarib bersangiz, xalqaro qo'mitamizdan kelgan ekspert guruhlari bor, juri a'zolari bor, o'zlari olib kirib ketishadi. Bu yerga halol, shaffof bo'lish bizning asosiy maqsadimiz. Shuning uchun faqat ular shug'ullanadi. O'zimiz maktab ham O'zbekiston, Qirg'iziston maktablari kirishmaydi. Faqat nazorat paytida o'sha jurilar, ekspert guruhlari ishni tekshirayotgan paytda bunday uzoqdan aralashmagan holatda kuzatishingiz mumkin. Bunga ruxsat beriladi. Lekin ular oldiga hech kim borishga haqqi yo'q. Shuning uchun halol do'stona deganimiz shundan. Biz siz bilan keyingi bosqichlarda ham albatta do'stonaligimizni saqlab qolamiz. Hammangizga omad tilayman. O'quvchilarga birinchi navbatda omad tilayman. Omad. Endigi navbatni maktabimiz boshlang'ich sinf qaldirg'ochlari ijrosidagi ajoyib raqsga beramiz. O'zbekiston qiziman, shudir mening davlatim. Qizim degan bu elga doim mening hurmatim. O'zbekiston qiziman, shudir mening davlatim. Qizim degan bu elga doim mening hurmatim. Keling yoshlar, tengdoshlar, qo'l-qo'lga beraylik. Yangi O'zbekistonni keling birga quraylik. Keling yoshlar, tengdoshlar, qo'l-qo'lga beraylik. Yangi O'zbekistonni keling birga quraylik. Yoshlar davri bizniki, barcha o'g'il qizniki. Yangi O'zbekistonda yangi zamon bizniki. Yoshlar davri bizniki, barcha o'g'il qizniki. Yangi O'zbekistonda yangi zamon bizniki. Keling yoshlar, tengdoshlar, qo'l-qo'lga beraylik. Yangi O'zbekistonni keling birga quraylik. Keling yoshlar, tengdoshlar, qo'l-qo'lga beraylik. Yangi O'zbekistonni keling birga quraylik. Vijdoningdan aylanay, iymoningdan aylanay. Yaxshi kunda to'yinglar, xizmatingga shaylanay. Vijdoningdan aylanay, iymoningdan aylanay. Yaxshi kunda to'yinglar, xizmatingga shaylanay. Keling yoshlar, tengdoshlar, qo'l-qo'lga beraylik. Yangi O'zbekistonni keling birga quraylik. Keling yoshlar, tengdoshlar, qo'l-qo'lga beraylik. Yangi O'zbekistonni keling birga quraylik.
Kelajakning eshigi bilim bilan ochiq. Har bir qadam bo'lsin unga yaqin va aniq. O'qib o'rgan, intil yuksaklik sari. Bilimli avlod yurtning faxridir bari. Знание – это успех и свет. Пусть ждет победа сегодня вас всех. Knowledge is light and success. May victory await it all today. А теперь национальная группа. Давайте. Bana gel hoşnedi dilber Kelip mestana mestana Alin yadin eylermen Yürüp hayrana hayrana Görünüp köçede ol servi hramman Taş attı gitti Nagah görünüp köçede ol servi hramman Taş attı gitti Taş ölçüde iraklı var cübbesler zan Bir baktı gitti Işık peri gözler afetsiz ateş Hay hay ne cevabın bir şey vaklı bitmem Özüge hayran iş yaptı gitti Bir şey vaklı bitmem Özüge hayran iş yaptı gitti Bir baktı yok gitti Onu yaptı yok gitti Hay hay ne cevabın zaletti gitti Bir baktı yok gitti Onu yaptı yok gitti Hay hay ne cevabın zaletti gitti Biz çığlıklar varır ili köçede vuruşup Bağrımını kılıp Biz çığlıklar varır ili köçede vuruşup Bağrımını kılıp Mümtazım ilemem konudan alın hayran Zabıt deyip gitti Mümtazım ilemem konudan alın hayran Zabıt deyip gitti Bir baktı yok gitti Onu yaptı yok gitti Hay hay ne cevabır Şu yaptı yok gitti Bir baktı yok gitti Onu yaptı yok gitti Hay hay ne cevabır Bugun biz qo'shni davlatlardan kelgan mehmonlarni kutib olishdan nihoyatda mamnunmiz. Sizlarning tashrifingiz biz uchun katta sharaf. Barchangizga bugungi bilimlar bellashuvida omad tilaymiz. Желаем всех успехов. I wish you success all pupils. Navro'z kelibon cümle jahon Nozlana nozlana nozlanajakdir Oftob qizitib asta sekin Yozlana yozlana yozlanajakdir Hurmatli talabalar, ustozlar, mana bugungi
Uchinchi olimpiadamiz yakuniga yetdi. Natijalar chiqdi. Natijalar juda ajoyib. Xursand bo'ladigan darajada bo'ldi. Biz kutganimizdan-da yaxshi. Keyingi yo'llanmaga, keyingi 4-chi olimpiadani yo'llanma olganlarni ham yana tabriklaymiz. Oliy o'rin olganlar, o'rta minnatdorchilik bildiramiz. Ustozlarimizga kattadan katta minnatdorchilik bilan bildiramiz. Tashakkur qilamiz. Hozir endi ustoz otangdek ulug' deyilgan shu ustozlarni birinchi yo'qlab qo'ysaydi, keyin o'zimiz o'quvchilarimizni yo'qlasak. Награждается наша учительница Сейдбек Улу Сардорбек. А теперь награждается наш учитель Абдукалил Улул Элин. Награждается наша учительница Ахмедова Ирода. Учительница Ирода. Где вы? Ее нет. Награждается учительница Батырова Дильнура. Награждается учитель Тошходжаев Шухрат Амонович. Награждается учительница Ирсува Елена Юровна. Награждается учитель Уразджанов Мурадилла Мурамонович. Награждается учитель Авлазов Бахром Хамроевич. Награждается учитель Тешаев Шухрат Абдурахманович. Награждается учитель Боркинов Дельмурат. Теперь очередь наших участников. Сертификат награждан за отличные результаты на Международной Центральноазиатской Олимпиаде. Вы прошли на 4-й этап. Абдукаюмов Снатылло. Ухсенбеков Бекзот. Исраилов Саид Исромбек. Иралиева Малика. Рахматуллаева Дильноза. Аскаралиева Муниса. Ухтабоев Лазызбек. Сулкинова Нигинабону. Ахмадбердиева Ирорда. Гулдашева Шодия. Hikmatullaeva Dilfuzaxon. Rustamova Aziza. Assalomu alaykum. Men ismim Qodirov Saidqosim Po'latxon o'g'li. Men Piskent tumani Nurli kelajak xususiy maktabi hamda Nurli kelajak o'quv markazi asoschisiman.
O'quv markazimiz qariyb 2017-yildan beri faoliyat yuritadi. O'quv markazimizda to'plangan tajribalarga asoslanib, o'quv markazimizni xususiy maktabga ham aylantirdik. Hozirgi kunga kelib turib 7 ta o'quv markazimiz filiallari va bitta xususiy maktabimiz mavjud. Hozirgi kunda o'quv markazimizda 500 dan oshiq talabalar o'qiydi. Xususiy maktabimizda esa 100 ga yaqin o'quvchilar tahsil olishadi. Bugun biz shunday atmosferani qurdikki, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston davlatlari bilan birgalikda Navro'z saylini uyushtirdik. Bu juda ham bir o'zgacha noan'anaviy uslubda bo'ldi. Qanday deyiladigan bo'lsa, obedgacha o'quvchilar ustozlari tomonidan olingan bilimlaridan o'zlari bilan o'zlari bellashib, uni javobi chiqquncha o'zimizning milliy o'yinlar, O'rta Osiyoning milliy o'yinlari, sumalak sayllarini o'tkazdik. Bundan maqsad nima? Qo'shni davlatlar bilan do'stona muloqotni yanada mustahkamlash, o'qituvchilar bilan birgalikda ularda o'rganganini bilan biz ustozlarda o'rganganini fikr almashish, ya'ni metod almashish ishlarini ham olib bordik. Maqsadimiz do'stlikni yanada mustahkamlash, ilmni kengaytirish, bizga yaratilayotgan sharoitlarni boshqa o'quvchilarga ham foydalansa, natija ko'rsatsa bo'lishini ko'rsatib berish. Assalomu alaykum. Men Rahmatxon Mamatdarxon Ergash qizi Nurli kelajak maktabida o'qib kelayotgan bo'lsam, shu xalqaro olimpiadada qatnashib turib, o'zaro qo'shni davlatlar bilan hamjihatlikni yo'lga qo'yib, yaxshi natijalarni olishga harakat qilyaptik. Bunga misol, 16 yoshimda onam uchun umra yutib oldim. Bundan tashqari o'zim uchun Dubayga, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston kabi davlatlarga bepul sayohatni qo'lga kiritdim. Bugungi olimpiadamizga keladigan bo'lsak, qo'shni davlatdan kelgan mehmonlarimiz hammasi mamnun, chunki ularga shu mart oyiga to'g'ri kelganligi uchun o'zimizda bo'layotgan Navro'z bayrami hammaga ma'lum. Shu Navro'z bayramini birgalikda nishonladik. Sayilga chiqdik, o'zimiz o'zbek milliy o'yinlarimizni o'ynadik, birgalikda sumalak qildik. Bundan hammamiz mamnunmiz. Ham madaniyat jihatdan, ham o'zimizni urf-odatlarimiz jihatdan, ham bilimimiz jihatdan o'zaro fikr almashdik. Bu olimpiadalarimiz umumiy jihatdan 8 marotaba o'tkazilgan bo'lib, 2 martasi O'zbekistonimizda bo'lyapti. Shu 8 marotaba bo'lganlar ichidan o'zimiz ham qo'shni davlatlarga chiqib keldik. Ular mehmondo'stligini ko'rdik. O'rganadigan joylarimiz ham bo'ldi. Ulardan o'g'irlagan joylarimiz ham bo'ldi. Shunaqa qilib bir-birimizga mehmondo'stlik qildik. Kerak bo'lgan joyda mana hozirgi kunda mezbonlik qildik. Muattarxon, kelajakdagi maqsadlaringiz qanday endi? Kelajakda yurtimizdagi insonlarga foydasi tegadigan yoshlar qatoridan bo'lishni xohlayman. Va shuning uchun hozirdan boshlab harakat qilmoqdaman. 10 sinf bo'lishimga qaramasdan 4 ta fandan milliy sertifikatlarni qo'lga kiritib, muddatidan oldin talaba bo'lish baxtiga sazovor bo'ldim. Mening ismim Iroda, familiyam Baxtiyorovman. 42-umumiy o'rta ta'lim maktabida 5-sinfda o'qiyman. Bizda hozir bizning maktabda Navro'z sayli katta nishonlandi. Qirg'iziston va Qozog'istondan tengdoshlarimiz kelishdi. Biz ular bilan o'zimizning milliy taomlarimizni, milliy urf-odatlarimizni baham ko'rdik. Biz ularga chiroyli qilib milliy kiyimlarimizni ko'rsatdik va ular bilan baham ko'rishdik. Ular bizdan mamnun bo'lib, xursand bo'lishdi. O'ynab berdik. Biz ularga milliy raqslarimizdan ko'pini o'ynab berdik. Ular mamnun bo'lishdi. Sizga yoqdimi? Yoqdi.